Murod Xonto'rayev haqiqatan shu O'zbekiston patrioti bo'lgan, O'zbekiston uchun bayrog'ini ko'tarish uchun jang qilgan. Aytadi bir xil O'zbekiston bayrog'ini ko'tarolma, u yoq edi. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishning o'zining tartibi ham bor-da. O'zining tartibi, intizomi bor, qanaqa ko'tarishi ham bor-da. U haqiqatan haqiqiy jangchi bo'lganda. Ko'pchilik unutib qo'ydi. Shuning uchun bir eslab uydagilarni chaqirdi, bolalarini ko'rsam bo'lsin, ko'rsin. Komandaga aytdim, video asaylar dedim. Bitta yaxshi anaqa qilinglar dedim, so'z qilib, azujud qilinglar dedim. Yo baraka topsin, bo'ldi, zo'r chiroyli ishlabdi. Bir 6 minutlik bo'lsa ham odam meni ichiga yetib boradigan qilib gaplarni qilishgan. Ko'pchilik yig'lavordi ham, bo'sh qildi ham. Endi MMA ga tushgan odamlar faqatgina urush, janjal, bo'lmasa qanaqadir xursandchilik emas, haqiqatdan mana bunaqa narsalarni ham o'ylab qo'yish kerak-da. Hammamiz o'lamiz-ku degan fikr bo'lish kerak-da. Urush bilan odamlarning ongini takoy jahldor qo'yishimiz kerak emas deb o'yladim. Bitta takoy emotsiya sal tushdi, keyin yana ko'tardik-da.